Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sotuvimizga BMW X7 mashinamiz sotuvga keldi. Narxini oldin aytaman. 76500 dollarga bo'lsa bevoramiz. 5 litrli mashinamiz. Polniy restoran qilib qo'yilgan. Kim egama mashinamiz o'zi. Yurgan probegi 107 ming kilometrda yurgan. Halol yurgani, hamma yo'q joy-joyida bemalol tekshirtirib kelib olasizlar. Mashinamizning saloni qora salon. Uncha-munchaga eskirmaydigan salonlardan. Navrotiga kelsa, navrotlari ham full. Xudo xohlasa hamma yo'qni tekshirtirib kelib olasizlar. 76500 dollar bo'lsa bevoramiz. 107 ming kilometrda yurgan mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib yoki pastga kelib ko'ringlar. Xudo xolasa mashinamiz ma'qul keladi. Zo'rdan zo'rlari bizda bo'ladi.